musulmon odam keraksiz behuda narsalar haqida fikr yuritmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda odamlarning, yosh bolalarning umri o'tib ketyapti. Har bir mast qilguvchi narsa xamirdir va har qanday mast qilguvchi haromdir. Insonni eng buyuk ne'mati islomi bo'ladi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilarki, kishi o'zi uchun foydasiz bo'lgan, keraksiz, behuda bo'lgan barcha narsani tark etmoqligi uning islomining go'zalligidandir dedilar. Inson hamma narsasi go'zal bo'lishini yaxshi ko'radi. Kiyim-kechaklari, tashqi ko'rinishi, yuzi, uy-joyi, minadigan ulovlari, xullas inson hamma narsasi go'zal bo'lishini yaxshi ko'radi. Bu insonning tabiatida bor narsa. Ammo lekin insonni eng buyuk ne'mati islomi bo'ladi. Insonning islomining go'zalligi hamma narsasining go'zalligiga ta'sir qiladi. Agar insonning islomi go'zal bo'lsa, u inson dunyodagi eng yaxshi insonga aylanadi. Endi mana shu hadisni biroz sharhlariga to'xtalib o'tamiz. Ko'p ulamolar bu hadisni islomni 1/4 degan. Ba'zilar islomning yarmi degan. Ba'zilar islomning hammasi deganlar. Demak, musulmon kishi o'zi uchun keraksiz bo'lgan hamma narsani tark etadi. Hali gunoh bo'ladigan, uni qandaydir bir zararlarga kirgizadigan narsalar u yoqda tursin. Keraksiz, dunyosi uchun ham kerak emas, oxirati uchun ham kerak bo'lmagan narsalarni tark etishligi islomining go'zalligi. Misol uchun, musulmon odam qo'lini keraksiz narsalarga urmasligi kerak. Qo'li bilan keraksiz, foydasiz narsalarni qilmasligi kerak. Musulmon odam oyog'i bilan foydasiz joylarga yurib bormasligi kerak. Musulmon odam qulog'i bilan foydasiz, keraksiz so'zlarni eshitmasligi kerak. Endi eng muhimi, musulmon odam keraksiz, behuda narsalar haqida fikr yuritmaydi. Ana shunda bu insonning islomi go'zal bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarda odamlarning, yosh bolalarning umri o'tib ketyapti. 5 soat, 6 soat, 10 soatlab ijtimoiy tarmoqlarda u uchun keraksiz narsalarni tomosha qilish bilan umrini o'tkazyapti. Mayli kerakli bo'lsa, keraklisini olsin. Agar bir musulmon mana shu hadisga amal qilsa, 2 dunyo saodatini topadi. Inshaalloh taolo. Bugungi kunda yoshlarimizni behuda vaqtini o'tkazadigan, ularni qalblari va shuurlarini mashg'ul qiladigan juda ham yangi narsalar ko'payib ketdi. Ijtimoiy tarmoqlar bu bittasi bo'lsa, ularni aqlini oladigan, aqlini susaytiradigan tablitkalar chiqib ketganki, bundan bugun yoshlarimiz juda ham ko'p zararlar ko'ryapti. Ayniqsa yosh yigitlar mana shu narsaga o'tirib qolgandan keyin hech narsa xayollariga sig'maydi. Ya'niki na ota-onani o'ylaydi, na farzandlarni o'ylaydi, na oilani o'ylaydi, na boshqa narsani o'ylaydi. Chunki bu narsalar insonning aqlini oladi. Vaqtinchalik insonga lazzat beradigan narsalar bo'lib ko'rinar, lekin buning ortida juda katta musibatlar, juda og'ir jinoyatlar va insonning o'z salomatligiga futur yetkazadigan bir holatlarni ko'rishimiz mumkin. O'shaning uchun yoshlarimizga nasihat shuki, bunga o'xshash bu qadar jirkanch ishlardan yiroq bo'lishlari kerak. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, har bir mast qilguvchi narsa xamirdir va har qanday mast qilguvchi haromdir deb marhamat qilganlar. Demak, yoshlarimiz bu qadar gunohlardan juda ham ehtiyot bo'lishlari kerak bo'ladi. Aks holda o'z hayotlarini, oilalarini va butun hayotini, ijodini barbod qilib qo'yishlari mumkin. Allohu taolo yoshlarimizni bu qadar yomon illatlardan o'z panohida asrasin.